ko'ryaptim. Lekin zo'r turibdi. Hop, bildi. Assalomu alaykum hammaga. Archa ko'chaga yetib kelganmiz. Hi-Fi mashinamiz elektromobil quplanib qolgan. Quplanib qolish sababi mashinani zaryadkaga qo'yganlar, pultlarning batareykasi kam qolganligiga, ichida turganning hisobiga pult o'qimay qolib quplab qo'ygan. Xudo xolisi yetib kelib, mashinamizni hech qayerga zarar yetkazmay, mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib ishlarini bitirib berdik. Juda chiroyli mashina ekan. Hi-Fi hammamizga nasib qilsin. Hech kimga bunday xizmatlar kerak bo'lmasin, mabodo kerak bo'lib qolsa 24 soat aloqadamiz. Bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolisi qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin.